Hammaga salom, sizlar bilan yana tarix haqida gaplashamiz. Minorai Kalon Buxoroning qadimiy yodgorligi va UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bu bino asosan azon etish uchun xizmat qilgan bo'lsa ham, xalq orasida o'lim minorasi deya ta'riflanganini bilasizmi? Gap shundaki, bu bino 1127-yili Qoraxoniylar sulolasi davrida hukmdor Aslonxon buyrug'i bilan qurilgan bo'lib, o'sha davrda o'limga hukm qilgan shaxslar bu binodan tashlab o'ldiriladi. Lekin tarixiy manbalarda hech qaysi bir shaxs bu binodan tashlab o'ldirilgani rasmiy qayd etilmagan. Lekin shunga qaramasdan 1925-yilda to'liq metrajli ovozsiz o'zbek filmi suratga olinadi va shu yilning o'zida ko'plab davlatlarda, xususan Germaniya, Braziliya, Ekvador kabi davlatlarda premyerasi bo'lib o'tadi. Juda ham ko'plab urushlarni, zilzilalarni boshdan kechirgan bu bino 1220-yilda ham Chingizxon Buxoroni bosib olganda ko'p joylar vayron qilinadi, lekin bu binoga tegilmaydi. Uzunligi 46,5 metr bo'lib, pastki diametri 9 metrni tashkil etadi va to'liq g'ishtdan qurilgan bo'lib, bironta bo'yoq ishlatilmagan. 102 ta aylanma zinadan iborat bo'lgan bino tepa qismida 16 ta deraza orqali butun shaharga azon ovozi eshitilgan. Agarda sizga ham shunaqangi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun qiziqarli videolar chiqarishda davom etamiz.